Ishoning, ular Masjidul Aqsoni vayron qila olmaydilar. Agar biror bir narsa qo'llaridan kelsa ham, bu faqatgina murdalar va qonlar bo'ladi xolos. Ammo gap vayron qilish va qurish haqida emas. Axir Ka'baning yo'q bo'lib ketishi Alloh uchun bir musulmonning qoni to'kilishidan osonroqdir. Nima, sizlar eshitmayapsizlarmi? Ko'rmayapsizlarmi? U yerda har kuni takrorlanayotgan mana shu tasvirlarni ko'rib bormayapsizmi? Uyi buzilib, bolalar haydab yuborilganidan yig'layotgan qariya ayolni ko'rmadinglarmi? Ko'z yoshlarini, yig'lash izlarini bizga ko'rsatmaslik uchun yuzini berkitgan cholni ko'rmadinglarmi? Ertalab va kechqurun havodan shafqatsizlarcha bombardimon qilingan marhumlar va bolalar, erkaklar va ayollar fotosuratlarini ko'rmadingizmi? Nahotki nazorat punktlarida pokiza ayollarni terrorizmda ayblab, kiyimlari va hijoblaridan mahrum qilishayotganini ko'rmagan bo'lsangiz, siz hatto asirlarning, ayollarning faryodlarini eshitmadingizmi? Zulm va tajovuzga oid xabarlarni o'qimadingizmi? Agar sizning uyingiz vayron bo'lganini va bolalaringiz sizning ko'z o'ngingizda o'ldirilganini ko'rsangiz, qanday tuyg'uni boshdan kechirasiz? Alloh sizlarni himoya qilsin ey Falastin ahli. Alloh sizlarga yordam bersin ey Falastin ahli.